Assalomu alaykum barchaga. Demak, Nodirbek Ismoilov Milliy sertifikat kitobi ikkinchi kitob tahlili. Ikkinchi variant 16-savol. Odamda ayrish sistemasi organlari ishini boshqaruvchi tizimlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang debdi. Tiroksin antidiuretik gormon, simpatik nerv sistemasi va parasimpatik nerv sistemasi. Tushunarli. Ana endi biz birinchi o'zimizga qulay bo'lishi uchun yozib olamiz. Tiroksin antidiuretik gormon. Simpatik B bilan C. B va C kuchaytiradi. Ya'ni antidiuretik gormon bilan, ya'ni ADG gormon. Ikkinchi nomi vazopressin gormoni. ADG yoki antidiuretik endi yoki ikkinchi nomi vazopressin gormoni deb nomlanadi. Ko'pchilik buni bilmaydi. Xo'p, ADG bilan simpatik nerv sistemasi, demak, reabsorpsiyani kuchaytiradi. Tiroksin bilan parasimpatik esa teskarisi susaytiradi. Demak, A bilan D. Demak, A va D susaytiradi. Ana endi A tiroksin demak susaytirar ekan, reabsorpsiyani susaytirar ekan. A5 degan javoblardan ketsak yaxshi. A5 debdi. Bu yerda reabsorpsiyani susaytiradi. To'g'ri, A5 to'g'ri ekan. Demak, Bga 7 debdi. Bga antidiuretik gormoni, antidiuretik B. Bga 7. Bu yerda reabsorpsiyani kuchaytiradi. Bu to'g'ri. Cga 2-3 debdi. C simpatik nerv sistemasi kuchaytiradi. Demak, simpatik 2-3 qon tomirlarini toraytiradi. Bu to'g'ri, ya'ni reabsorpsiyani kuchaytiradi degani, demak, sidik ajralishini kamaytiradi. Qon tomirlarini kengaytiradi, demak, sidik ajralishini kamaytiradi. To'g'rimi? 2-3 nima? Sidik ajralishini kamaytiradi. To'g'ri. Dga 1-6. Parasimpatik nerv sistemasi. D susaytirar ekan. Parasimpatik 1. Buyrak tomirlarni kengaytiradi. Xo'p, 6. Sidik ajralishini ko'paytiradi. Parasimpatik sidik ajralishini ko'paytiradi. To'g'ri. Demak, to'g'ri javob A ekan. To'g'ri javob A ekan, o'quvchilar.